Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga kichkinagina sarmoya bilan ko'plab pul olib keladigan biznesni ko'rsatib o'tmoqchiman. Suxoy tuman apparatimizni Kupi firmasiga tegishli bo'lgan Suxoy tuman apparatlarimiz keldi. Bizda buni oddiy variantlar ham yig'ilayotdi. Bu juda ham mukammal variantda yig'ilgan apparatlarimiz. Ko'rib turganingizdek, o'ziga 7 ta funksiyani joylashtirib o'tilgan. Alohida ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsasi vulkanizatsiyaga ham ishimiz tushmaydi. Balonimizni davleniyasini mana shu knopka orqali hamda mana shu pistolet orqali ko'rib o'tsak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari ko'pchilik akalarimizga qiyinchilik tug'diradigan narsa chernitel qidirib yurishadi. Mo'ykani egasidan so'rashadi, bormi yo'qmi, alohida sotib olishadi. Endi okalar alohida sotib olishinglarning hojati yo'q. Nega unaqa deyapman? Bu apparatimizning o'zida ham chernitel shin knopkasi o'rnatib ketilgan. Hop. Apparatimizning ishlatish tartibi bu tarafda pullarni to'laymiz, tenimiz qizishini kutamiz. 1,5 daqiqadan keyin ko'rib turgan shlankelidan quyuq tuman chiqishi boshlaydi. Yana bitta ahamiyat berib o'tadigan narsamiz bu Suxoy tuman apparatimizning konsoli. Ko'pchilik Suxoy tuman apparatlarida yo'q. Alohida ahamiyat berishga undaydigan narsa tepa taraflarimiz katta LED ekranli Pro Plus platasi bilan jihozlangan. Buni qo'shimcha qulayligi bonusli karta yoki VIP kartalar bilan bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Past taraflarimizda hurmatli kuzatuvchilar tenimiz joylashgan. Ko'rib turganingizdek 900 vatli ten, tepa taraflarimizda dozatorlarimiz joylashgan. O'rtada regirovka tenni regirovka qilish uchun qizish vaqtini kamaytirish, ko'paytirish uchun alohida termostat ham qo'yib o'tilgan. Chap tarafga ahamiyat beradigan bo'lsak, shu aytib o'tganimizdek, balonni davleniyasini ko'rish uchun alohida liniya ham qoldirib ketilgan. Bu tarafga o'zingizga mos va xos bo'lgan aromatlarni joylashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Xo'p, vaqtimiz ham 16 soniya, 15 soniya qolibdi. Demak, hozir bizda quyuq tuman bo'lib o'tadi. Tepa taraflari bilan yana bir sizlarni tanishtirishga ulgurmas ekanman. Xo'p, ko'rib turganingizdek, bizda tuman chiqishni boshladi. Mana shunaqangi holatda tumanimiz ishlaydi. Ichi bilan yana sizlarni tanishtirib o'taman. Ximikatlarimiz rasxod bo'lmasligi uchun, ekonom bo'lishi uchun silovoy platalarimiz ham o'rnatib ketilgan. Bu pastdagi turgan dozatorimizni taqsimlab beradi. Rasxod ancha-muncha kamayadi. Aytib o'tganimizdek kartridер Pro Plus platalarimizdan o'rnatib qo'yganmiz. Past taraflarga yana bir ahamiyat beradigan bo'lsak, trubkalarimiz bizda medniy shlanka emas. Tepa tarafda ulkalar hammasi shtutsir bilan o'rnatilgan. Tenimizga kelyapti. Shunga o'xshagan Suxoy tuman apparatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, opisaniyada nomer yozib qoldiramiz. Bemalol bizga aloqaga chiqib, super apparatlarimizni sotib olish imkoniga egasizlar.